Assalamu alaykum. Ekran aldidagi aziz ko'rurmanlar, UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlardan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Özümüzning rangdar sahifələr orqali sizlarning ma'naviy hayotingizlarga xushallik ato qila olsak, özümüzni to'liq baxtli va xushal his qilamiz. Sirdosh do'stingizlar Xadicha Uyg'urdan hammangizlarga o'tliq salom. Bugun biz suhbatimizga Amerikadagi shoira Mədinay Bowden xanımni alayda təklif qıldıq. Assalamu alaykum Mədinay xanım, qandaq ahvalınız, yaxşımısınız? Assalam, Xadicha, yaxşımısınız? Rəhmət. Sizdən alayda vaqt çıxırıb söhbətimiz qatışıb gəldiğinizdən to'liq xoşalmıyız. Salam Xadicha, sizlərning UNTV'dən siz başlıq bugün bu proqramni alayda o'rinlashtirib, so'rininglarga meni təklif qilganliginglarga men alayda rəhmət aytaman. Rəhmət. Ben yani burunqi konu uslubum bo'yicha söhbət chaqirguvchini nima uchun söhbət chaqirdim haqida azroq ko'rurmanlarga tushuncha berib o'tay. Bir kuni Facebookni aralayotsam, bizningki mutafakkur shoirimiz Abduqodir Jaloliddinning Yanarim yo'q degan she'riga javoban yozilgan Yanarim bor degan she'rni anglab qoldim. Bu onun javoban yozilgan she'rning o'qilishidagi urg'u, ohang, uningdagi hissiyot ham qaytarilgan javoblar menga shunday ta'sir qildi. Oldi bilan hammamiz birlikda aşı she'rdan har ikkisi bir misradan anglab boqaylik. Qani marhamat. Bir bulungda yegonaman, nigorim yo'q. Kechalari qor bosdi, tumorim yo'q. Bu hayotdan o'zga yana xumorim yo'q. Jimjitlikda xiyol asding, omolim yo'q. Bir bulungda yigani bo'p qalsam mugar. Teşnalıqda seni küter nigarın ba. Tün keçile ümit üzme yoruq tandın. Düşmanını yener uluq imanın ba. Buna yuqorida anglab o'tganimizdek, mushta bir she'r vujudga kelib, bizningki yar bo'layotgan qalblarimizga malham bo'ldi. Endi shu munosabat bilan Madina xonimni bugun suhbat taklif qildik. Nima maqsad shu she'rni yozib qoldi deganni ko'pchilik bilan birlikda o'rtoqlashgan bo'lsak. Rahmat sizga. Bu she'rni yoqtirib, o'zingizning Facebookda bu she'rni ko'rgandan keyin, anglagandan keyin alayda menga bu she'rga o'zingiz degandek chiroyli bir baho bilan menga rag'bat berdingiz. Buni ko'rib, bu yozilgan yorumlarni ko'rib, xush bo'ldim. Chunki bir shoir uchun haqiqatan rag'bat, ilhom to'limi muhim. Bunun bilan tang ikkimizning suhbati boshlandi. Ikkimiz Messengerda bu haqda ko'p mungdashdik. Sizning haqingizdami, sizgimi men bu programlarning yaxshi bo'layotganligini, uzundan sizlar ishlayotgan bu suhbat sayfinglarni, programlaringlarni ko'rayotganligimni aytdim. Haqiqatan programmanglar hozirga qadar utuqliq, yaxshi kelyotidi, nurg'un sarxil aktiv kishilarimizni ziyorat qilish orqali bütün ko'rurmanlarga yaxshi programmalarni sunyapsizlar. Sizlarga ko'p rahmat. Endi bu she'rni yozishdagi maqsad, buni yozishning sababini so'rab qoldingiz, Xadicha.
bu şiirni nayt köp anladım. Hatta keyin bu şiir naqşlaştırılıp, nayt çıraylık bir naqş şekilde etildi. Men davamlıq sırtlarda, maşina haydap ketayotganlarda bu şiirni naqş tekstini anglayman, şiirni özüm okudum, onu anglayman. Muşu jarayonlarda bu şiirge bo'lgan bir alaydı bir hissiyat, alaydı bir tuygu mende payda bo'ldi. Hem de Abdülkadir Jalaliddin efendim, mening o'qituvchim, ustozim desem mi buldu. Biz şu o'rta maktabni bitirib, universitetga, oliy maktabga o'qishga chiqqan vaqtida, o'rta maktabni bitirgan bir yil qolganda Abdülkadir Jalaliddin men shu o'qiyotgan tajriba o'rta maktabga o'qituvchi bo'lib, adabiyot o'qituvchisi bo'lib keldi. Bu bizning uyimiz shu tajriba o'rta maktabning ichida bo'lg'ashqa, bu Abdülkadir Jalaliddin bilan davomli uchrashib turatdim. Çünkü men maktabdan tushlik tamoqqa kelgan vaqtida uchrashma, atdiganda uydan chiqib maktabga borganda uning bilan uchrashma, nayt chiroyli salomlashimiz. Hem dadam shu maktabda o'qituvchi bo'lganligi uchun bu Abdülkadir Jalaliddin davomli bizning uyga dadam bilan paranglashib keladi. Bu jarayonda bu Abdülkadir muallimninki mening o'qishlarim haqida so'raydi. Çünkü ben adabiyot fakulteti axborot kasbida o'qidim. Shuning uchun bu kasbimizmi, ikkimizning hamda bu o'qituvchimizmi adabiyot o'qigan bo'lganligi uchun nurg'un mendan o'qishlarim qanday ketayotganligi, mening ancha-muncha yiziqchilik bilan shug'ullanayotganligim haqidami so'raydi, ko'p fikrlarini beradi, yaxshi maslahatlarni beradi. Hem deydigan shu vaqtda deydi menga, Bavdun muallim, Bavdun akam şair bo'lgandan keyin sizmi she'r yozishga o'zingizni biroz mushunga ko'ndiring deb yaxshi fikrlarni beradi. Shundan ham demoqchi bo'lganim, Abdülkadir Jalaliddin bilan alayda bir yaqinlik, qarindoshlikdek, tuqqandek, ustozdek Abdülkadir Jalaliddinninki shu xaraktermi nayt nurg'un yolg'iz men emas, bütün shu Urumchidagi barliq yazar, yozuvchilarning, shu yerdagi o'quvchilarning alayda hurmatiga erishgan bir özümüz hazır davatımız, o bir şair, edip, marifçi, nayt bir bilim ilgisiydi. Şunun sebepten onun bo'lgan hürmetim alaydı bo'lg'ashqa, bu şiirini o'qiytib, onun bir cevap bergim keldi. Onun beguna shu lagerda yetayotganligi meni qattiq azobladi, endi bundaqcha aytganda, mushundaq bir bilim ilgisi, gunohsiz bir insonning Xitoyning turmusida, lagerlarda Muşundaq bir yaxşı vaqtida özünün hayatının 50'den işib, haqiqiy xalqiga, milletiga hamma jihatdan bir ulgu bo'lib, bir yaramlıq muşunda bir insonninki, muşunda bir Uyg'ur o'g'lonining turmida tushirib ketayotganligi meni qattiq azobga ichiga soldi. Uni she'ri bilan, shu 3 kuplet she'ri bilan haqiqatan shu ko'z oldimga keldi. Shu lagerning turmining ichida qandaq bo'layotganligi. Aşı bir bulunlarda yalğız qalğanlığı, tumarının boyunda tıl tumarının yoxluğundan onu qarb esiyotganlığı, mana muşu yarqın tıllar bilan o özünün işki hissiyatını şu vaqt şu yerdə görüyotgan zulümlərini bütün dünyaga anlatdı mındaqça aytganda. Men bu yerdən əmdi keldim, qandaq joy bu? Bararım ba, yanarım yo'q dedi özünün muşu mısralarda. Men dedim ki, çoxum bir günü haqiqat hamon haqiqat, u gunohsiz, bizning u yerda yetayotgan Uyg'urlarimiz gunohsiz. Cho'qim ular bu nas do'zaxdan cho'qim bir kuni yanadi. Shu sababdan bu she'rni yozib chiqdim. Degininiz kelgey, aytganlaringiz kelgey. Xudoyim bizga shundoq kunlarni nasib qilsin. Abayim so'zlarliklarini bildim, o'z-o'zini o'qiyotgan kasbingizni. Shu kasbingizga munosabatlik xizmatda shug'ullangan edingiz vatanda? Men Urumchi televiziya stansiyasi yangi qurilib, Uyg'ur bo'limi tig'i barpo bo'lmagan vaqtida men axborot kasbini bitirgandan keyin Xinjiang universitetining axborot kasbini bitirib, xizmatga o'rinish uchun shu televiziya, Urumchi televiziya stansiyasiga qabul qilindim. U men shu televiziya stansiyasiga borgan vaqtimda Uyg'ur bo'limi ta'sis qilinmabdi. Uyg'ur tilida anglatish, masalan, program ishlash, hech qanday bir Uyg'urcha bo'lim yo'q. Faqatlam shu Xitoy xabarlar bo'limining
xabarlarni tarjima qilib, 1 soatlik xabarlar bölümü endi. Mundaqcha aytganda, shu yerda bir 9 kishilik 9 kishi bir bölümde ishlaydi ekan. Buningda bizningki televiziya stansiyasining boshlig'i, shu vaqtdagi marhum Qurban akamiz shu televiziya 9 kishiga boshliq bo'lib, shu Uyg'ur bölümüningki tarjim bölümünde ishlab etibdi ekan. Albatta bu Uyg'ur bölümünün tarjim bölümüge emas, meni shu Xitoylarning xabar bölümüge, çünkü men axborot o'qiganligim uchun Xitoy xabar bölümüge bo'ldi. Shu yerda xizmatga muxbirlikka kirdim. Bu yerda men albatta Uyg'urcha bölüm bo'lmagandan keyin Xitoy tilida muxbirlik qildim. Bu jarayonda men Xitoy shu muxbirlar bilan birga berib ziyorat qilgan xabarlarimni ilib ikki xil tilda hem Xitoycha yozib xabarni berma, hem bir tarafdan bizning o'zimizning bölümüge bevosita o'zimizning shu Uyg'urcha shaklda xabarni egallab, shu yerda Uyg'urlarni ziyorat qilib, akilib Uyg'ur bölümüge berdim. Shu vaqtida bu marhum Qurban akam shunchalik xush bo'ldi, bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Xitoy bölümüde sizinki muxbir bo'lganligingiz bizga alayda biz tarjim qilish orqali emas, sizning bevosita egallab kelgan xabarlaringizni berish bu biz uchun bir yangilik bo'ldi. Keyin bu nima Uyg'ur bölümünü kengaytdimiz, odamlar ko'paydi. Shu vaqtda siz qaytib chiqasiz dedi. Men albatta dedim, shu vaqtdalam menda bir xil 100 Xitoy Ürümçi televiziya stansiyasida shu ishlaydi, lekin biz 9 Uyg'ur, men 10-chi bo'lib keldim. Aram 10 kishilik bir Uyg'ur bölümü batdi. Keyin asosda bu shaharlik hukumat, Ürümçi shaharlik hukumati Uyg'urcha programlarni ko'paytirish, buning azroq hiqsat ajratish shaklida asosda kengashga boshladi. Men lekin 7 yil shu Xitoy bölümünde ishladim. Lekin boya deganimdek, men o'zim maxsus shu yerdagi doktor, yozuvchi, har sohalardagi mutaxassislarni o'zim ayrim xabarimni ishlab bo'lib, shu qulaylik, xizmat qulayligidan foydalanib, o'zim maxsus programlarni ishlab Uyg'ur bölümüge akilib beratdim. Shunda bir qizg'inlik bilan ishlagandim 7 yil. Madinay xonim, gapingizni bilib qoldim. Qanchinchi yillari o siz xizmat qilgan vaqtlar? Men 91-yili shu Ürümçi televiziya stansiyasiga xizmatga keldim. 91-yildan 97-yilgacha televiziya stansiyasida ishlab, 98-yilning boshlari Turkiyaga o'qishga o'qiyman degan bir orzu bilan 98-yili Turkiyaga kelgandan keyin men shu Sharq Turkiston vaqfi, ya'ni shu vaqtda bizni o'quvchilarni o'qitayotgan shu vaqfiga berib, o'zimningki bu yerda o'qish orzuyimning borlig'ini aytgandan keyin shu yerdagi marhum shu dernekni, vaqfni boshqarayotgan marhum Mehmet Reza Bekin atimiz va bizning ustozlarimizdan marhum Ablikim Baqi va Hamidxon Göktürk apandilarning g'amxo'rligida men Marmara Universiteti shu axborot, radio, televiziya, kinochilik kasbi bo'yicha shu magistrlik o'qishiga qabul qilindim. 99-yilning oxiri 2000-yilning boshlarida, 2000-yilningki shu kiradigan yili men Amerikadagi Erkin Asiya radiosiga kelib, Uyg'ur bölümünde muxbir bo'lib ishladim. Yani 2000-yildan 2011-yilgacha Erkin Asiya radiosida ishladim. Ondan keyin yana 2011-yildan keyin 2011-yildan 2015-yilgacha yana Turkiyaga qaytib kelib, Turkiyada shu Antalyadagi bir bu yerda bir alayda bir kasbda bir o'zgarish bo'ldi. Antalyadagi bu yani 60 yillik bir tarixi bo'lgan bir qurilish şirketi, yani KGM Group deb atildi şirketning ismi. Mushu şirketning O'rta Osiyo qismiga, shu yerdagi xizmatlarga mas'ul bölümning mudiri bo'lib xizmatga kirdim. Bu yerda 5 yil xizmat ishladim. Masalan, shu Dubay, O'rta Osiyo emas, Dubaydimi bularning bir qo'shma şirketlari batdi. U şirketlarga berib, u yerda bir mazgil ularning xizmatlariga qatnashdim. Shuning bilan mening bu adabiyot kasbim bir mazgil, ya'ni boshqa bir to'xtab qoldi. Boshqa narsaga o'zgarib ketdi. Ticari bir şirketga almış, shu yerda bir boshqa bir xizmat bir ügünüş, bana bir tecrübe toplaş bo'ldi. Lekin ailemninki Amerikada bo'lishi, balarimning o'qish sababidan, yani men 2015-yili Amerikaga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Amerikaga qaytib kelgandan keyin, 2015-yildan boshlab marhum dadamning menga qizim
şiirizing dep davamlıq manga muşundaq ta'kidlaydigan şu sözleri bilen men tunji şiirimni yani 2014 yılları bolishi mumkin atamni eslayman degan şiirim bilen başladım. Hazırga kadar bir 20 parça şiir yazdım. Şiirlerimning bir qismi Türkiyadagi jurnallarda e'lon qilindi. Hazırmı mushu Yanarim ba şiirininki türkçesi e'lon qilindi ve hazır bu şiirning inglizcesini tayyorladik. Bunun bilan endi men bu şiir bilan emas, mushu Abduqadir Jaloliddinninki bu yozilgan Yanarim yo'q şiiriga javoban yozilgan Yanarim ba şiirim haqida ve bu lagerdagi mushu bizningki adib yozuvchilarimiz boshliq butkul mushadagi gunohsiz kishilarga vakillik qildigan shu yerdagi lagerdagi ahvolni aks ettirgan bu 3 ko'plik she'rining yozilish sababi Abduqadir Jaloliddin ustozimninki qandaq kishi ekanligi haqida nihoyat yaxshi bir uzun bir maqola hazırlayapman inglizcha va turkish tillarda. Bular orqali hamda mushada yetayotgan bizningki shoir, adib, yozuvchilarimizning ahvolini bir tonishtirish, albatta bu haqda tanishtirishlar nihoyat ko'p bo'lyotidi. Ama men o'zimning she'rimni yozgan nuqtadan siz bay so'rab o'tgandek nima uchun yozib qolding degan sabablari orqali shunday bir temani markaz qilgan bir maqolani yozyapman. Bundan boshqa Yanaring ba nomli bu she'rni Almatadagi atoqli kompozitor, muzikant Polat Yezimov afandining taklifi bilan bu she'r hozir naqsh teksti bo'lib ishlandi. Yaqinda bu e'lon qilindi. Bu naqsh teksti nihoyat go'zal, chiroyli ishlanibdi. Madina xonim, deganlaringizni berilib, anglab kutibdiman da, hayotingizni o'ylasak, juda go'zal o'zingiz o'qigan kasbingizni joriy qildirib, vatanda shunda ishlabsiz, chet el chiqib ham shu o'qish fursatiga erishibsiz, ham Erkin Osiyo radiosida ishlabsiz, ondan keyin tijoratmi qilibsiz. Endi hozir yana o'zingizning shoirlik ota vasiyatiga binoan shoirlik hayotingiz qaytib kelibsiz. Yig'inchoqlab kelsa hayotingiz shundoq ma'nilik, jo'shqin, jonliq, insonlarga bir xil xo'shallik, go'zallik baxsh etadigan bir xil hayotda yashayapsiz, ma'nilik yashayapsiz, havas qildim. Ko'p rahmat singlim. Endi bu she'r degan haqiqatan endi she'r yozganligimiz uchun emas, endi she'r degan Türkiye xalqlari bo'lsin, mayli rus shoirlari bo'lsin, she'rga nihoyat yuqori yaxshi baholanmagan. Masalan, Türkiye millatlar she'rini osmondagi ko'k osmon yuziga chizilgan rasm deyilsa, ba'zi bir rus shoirlari bu she'r degan insoniyatning bir umr insoniyatga hamroh bo'lib kelayotgan bir falsafa deyishidi. Endi shundoq yuqori baholarni she'rga berdi. She'r o'zining haqiqatan qisqa, yorqin misralar bilan bir millatga bir yetakchilik rol o'ynay oladi. Masalan, bizning tariximizda lider shoirlarimizdan Abduxoliq Uyg'ur, masalan, qahramon botirlarimizdan Lutfullo Mutallib, buni sanab o'tib bo'lolmaymiz. Ashlarning nihoyat yorqin, jonliq she'rlari bor, bizning millatimizni uyg'otadigan. Shu davrlardan tortib bu she'r bizning hayotimizda Uyg'urlarning hayotida nihoyat muhim rol o'ynagan bir janr, adabiyot janri. Shuningmi mayli dadamninki shoir bo'lishi, dadamning nihoyat yaxshi o'zininki kasbdoshlari, saboqdoshlari bor shu chet ellarda. Masalan, Avstraliyadagi Ahmad Egamberdi akamiz nihoyat cho'ng siyosiyon va shoir. Shu Ahmad Egamberdi akammi menga ko'p qitim qizim she'r yozishni to'xtatib qo'ymang. Sizning dadangizninki shu she'r yozish qiyin, dadingizdagi qon sizdami bor, siz yaxshi narsalarni yozyapsiz, yaxshi she'rlarni yozyapsiz, to'xtatib qo'ymang deb rag'batlantirib turdi. Shu dadimiz davomli Bavdunmi oz yozgan, lekin soz yozgan bir shoirimiz bizning deb nihoyat yuqori baholarni berdi dadamga. Ham men kichigimdan tortib she'rga bo'lgan bir havas bilan cho'ngildim. Hatto uyimizda bizning siz bilasiz, hatto Turg'un Almas dadimiz, shoir otalarimiz, Tiyibjon Elib bo'lsin, Abdurim O'tkir dadalarimiz bo'lsin, hammasi dadam bilan nihoyat yaxshi o'tadigan meningki shoir otalarim deymandaqcha aytganda,
Şulamın aytı iniq yaxşı tanıydı meni davamlıq. Hatta şu Abdurrahim Ötkür dadımızını eski alsam, türmüdün çıkıplam bizning şu tecrübe otur mektepninki mundaqça isam şunchalik ko'nglim yerim bo'ldi. Şu bir alim edip şairimizni türmüdün çıkandan keyin şu bir otur mektepninki şu part üstellerini yasaydigan yağışçılık bir bölümüge şu yerge hizmetini asliga keltirgini o'tig'i hukumatning şu yerga akagan. Lekin bu Abdurrahim Ötkürninki bir yerde hizmet qilishi şu yerdagi o'qituvchilarga cho'ng bir u yerda Bilsin payda urug'larni yasash emas, şu yerdagi o'qituvchilarga masalan dadamlarga shunchalik ko'p narsalarni so'zlashi. Davomli bu Abdurrahim Ötkür dadimiz bilan mening dadam o'tirib shaxmat o'ynaydigan bizning uyda. Endi demakchi qisqartib so'zimni qisqartib aytsam, men kichigimdan shularni ko'rib cho'ng oldim. Shulardagi ruhni ancha-muncha shularning shaxmat o'ynash jarayonida suhbat qilayotgan yerlarda suhbatlarga quloq molisi bo'ldim. Shundaq bir cho'ng shoir otalarimizning, adiblarimizning, olimlarimizning menga qoldirgan ta'siri bilan men gerçi yaxshi yozolmasammi, bu shularning qoldirgan ta'siratlari bilan men she'riyatga bo'lgan hissiyotim, she'r yozishga bo'lgan bu arzu, armonlarim kundan kunga eshib mengyotidi. Davomli yozishni, texmi yaxshi she'rlarni yozib chiqishga o'zim mushtaq bel bog'lab, nayt bir ishtiyoq bilan, hissiyot bilan shu she'riyatni, she'r yozishni davomlashtirish, şu atalarımızın ro'yiga varislik qilib, davomli texmi yaxshi she'rlarni, texmi mukammal, yaxshi gavdlangan, aks ettirilgan yaxshi she'rlarni yozishga bel bog'ladim. Davamlashqa inşallah degeniniz kegey. Abiyam gepinizni anglab turib qalam mundaq nem kepdi. Abdurrahim Ötkürning şu yerga kelib parti o'rindiqlarni yozishi, mushunda bir adibimiz, mushunda bir olimimiz, mushunda parti o'rindiq yozsa, biz yuzimizni ko'tarib qanday yashaymiz deb boshqalarga ayliqi bilsin paydo bo'ldimikin deb shu ko'rinishini ko'z oldimga keltirsam, ammo ular ashtaq holatda tursimu, ya'ni shunda zo'r ilhom olib tabayaq gepingizdan-chu, ashu holatimi başqa ishchi xizmatchilarga zo'r ilhom bo'libdi. Demak, ma'naviy kuch bo'libdi. Bu yerda nimani his qilamiz degan vaqtida Uyg'ur uchun qalbi gulxan bo'lib yongan inson o mayli nada bo'lsin, u iliqi oltundek paqirab chiqdi, boshqalarga ham ishonch berdi, oziq berdi, kuch berdi, madad berdi. Ani sizmi shulardan madad ilib, shularning ta'siri bilan bu she'riyat dunyosiga qaytadan yenib kelib, onun uchun izlenib o'tibsiz. Albatta Hadicha singlim, to'g'ri aytdingiz. Shu atalarımızın ruhi, shu atalarımızın bizga qoldirgan shu go'zal kishiliklari, xarakterlari, shularning yozib qoldirgan isil ulug' asarlari bizga yo'lboshchi bo'ldi. Bugungi kunda ularning ruhi yozgan asarlar o'lmadi. Bulupmu mening ularni yüzma-yüz ko'ginim, hatto o'ylarimda ko'ginim. Masalan, hozir deb o'tdingiz, Abdurrahim Ötkür atimizningki shu yerda shundaq ishilsimi, yana shu mayli qandaq yerda bo'lishidan qat'iy nazar, haqiqatan u maktabdan chiqqandan keyin arlab opam tamoq etganda dadam chaqirib akiratdi, Abdurrahim Ötkür dadamni. Shu yerda tamoqda bular suhbatlashgandimi, men garchi o'zimning ishini qilib o'ynab yurgan bo'lsammi, mening quloqlarimga shularning shu vaqtda qilgan so'zlari, shu atimizningki shu ruhi, jasorati, uning o'tirib qo'pishi, ashningdagi bir xil shu turmalarda qancha 20 yil yetib chiqibmi, uningda bir xil o'ziga bo'lgan ishonch, shularni ko'rib cho'ng bo'lganligim menga, ya'ni men ularni bir minut unutganim yo'q, shu atalarimizni. Turg'un Almas atimizning uyi bizning uyninki yuqori tarafida, har qitim uni maktabning shu bizning uyninki Qur'onning oldida uchirtatdim. Alayda kelib mana shu odammi, shu atimizmi bizningki bir olim, yozar, shunchalik cho'ng bizning faxrlik atalarimiz. Shu bo'ylari bilan kelib, "Salom balam, dadang yaxshimi?" deb alayda salom beratdi. Mushlarni men hargizmi unutmayman. Bu atalarimizningki ro'yi bizningki mangu ularni yod etishimizga, ular qilmagan, ular davomlashtirmoqchi bo'lgan ishlarni biz qilishimiz kerak. Masalan, bugungi kunda Abdurrahim Ötkürning nevrisi Zulhayat mana shu atiningki
qizi, nəvrisi bolğanlığı üçün bugünkü qədər özünün ilmi yusundakı xizmətləri bilan nəhayət köp yaxşı Uyğur tili, ana tiliga oid yaxshi xizmatlarni qilib kelyapti. Demak, bu otalarimizning ro'yi mangu o'lmaydi. Biz Uyg'urlar ularning izidan qadam bosamiz. Ha, Şabiyam deganingizdak, odam qancha kerak bilimli bo'lsa, shu qadar kamtar bo'ldi ekan-ku. Ana sizning kichik ko'mak ahvol so'rashlari, sizga ilhom berishlari, shu kamtarligidan Zulhayat deb o'tdingiz. Albatta bizim Zulhayatda shunday faxrlanamiz. Uyg'ur tarixi, tili. Ishqilib shu tariximizga oid, til, madaniyatimizga oid har qanday bir narsa bo'lsa, Zulhayatdan uningga tava bo'lgan bir bilim to'kilib turdi zodi. Eng to'g'ri, eng qisqa, eng ilmiy bo'lgan narsani shu Zulhayat xonimdan anglaymiz-ku. Bugungi kundagi tirik Abdurahim O'tkir dadımıznınki obrazı vekili. Medine Hanım, sizden bayanlarınızdan nurolgan uluqlarımızı əslab aldıq. Əmdi bunun keyinki planlarınız nemu anlap baxsaq bulandı. Singlim Xadicha, buningdan keyingi planim bo'lsa, men mushu dadamninki she'rlari, ya'ni mening qo'limda bor bo'lgan dadamning nurg'un she'rlari vatandagi uyda qolgan, uni akilish imkoniyati bo'lmadi. Lekin mening qo'limda bor bo'lgan she'rlari bilan va o'zimning bir qism e'lon qilinmagan she'rlarimni hammasini to'plab, Oti qiz nidosi degan temada bir she'rlar to'plamining dastlabki sinoq nusxasini tayyorlab bo'ldik. Buni rasmiy nashr qildirish uchun Türkiye'deki neşriyatga bunu yolladım. Bu xizmatni qilishni plan qilyapman ve bu she'rlar to'plamidagi she'rlarim, dadamning she'rlari va mening she'rlarim shuningdek boyizga deb o'tib ketdim. Masalan, kompozitorlardan men taklif oldim, ya'ni she'rlarimni naqshlash haqidagi takliflar bo'yicha. Yanaring bor naqshisi hozir butunlay ishlanib bo'ldi. E'lon qilinmadi, ammo ishlanib bo'ldi. Yana bir meningki bar nomli bir she'rim bor. Bu she'rim Turkiyadagi jurnalda e'lon qilingan. Bu she'rimni hozir Toshkentdagi bir Uyg'ur muzikant buning muzik ishlayotdi. Buni xalq so'ygan yaxshi bir naqshchi inimiz etib chiqmoqchi. Shu munosabat bilan men shu she'rlar to'plamidagi she'rlar va shu ishlanmoqchi bo'lgan naqshlar bilan qo'shib bir she'r kechiligi o'tkazishni plan qilyapman. Bu Xitoyning virusi sababli bu faoliyatlarni bir mezgil balki undaq tez bo'lmasligi mumkin, lekin men o'zimning tayyorligimni davomlashtiryapman. Demek siz şu she'rlar to'plamingiz chiqqandan keyin shuning ichidagi naqsh tekis qilishga bo'lib kelgan she'rlaringizni naqsh qilib, ondan keyin shuning bilan birlikda yana boshqa she'rlaringizni o'qib, işte bir xil universal she'riyat va naqsh kechiligi qildi ekansizda. Allah shu kunlarga yetkazsin. İnşallah shu planlarimni bir o'rinlashni arzu qilaman. Rahmat sizga. Niyatlarınız amalga oshqay. Bugungacha shu hayotingizda bir qor eslab berdingiz. Ashtaq orzuyingizdagidek hayotda yashab kelibsiz. Xudoyim bilsa eng oxirgi bu orzularingizmi amalga oshqay. Amalga oshirlig'iga ishonamiz. Ko'p rahmat singlim Xadicha sizga va UNTV'ga shundaq bir o'zimning shu hayotimni va o'zimning orzu armonlarimni va bundan burun o'zimning bilganlarimni shu shoir otalarimizni bir eslab o'tishga bir fursat berganliginglar uchun sizlarga alayda rahmat aytaman. Unda deyish ketmaydi. Sizlar bo'lganligingizlar 3 yillar biz bula alaymiz. Eğer söhbət sizlər çıxmısınızlar, biz özümüz söhbət qılamdıq deb kes. Köp rəhmət. Sizə köp rəhmət əsi, biz sizə rəhmət eyləmiz. Bunun xizmətinlərinin teximi yaxşı buluşunu, teximi şundaq canlıq, yaxşı bir proqramlarını uyuşturup, teximi xalq söygən bir UNTV buluşunlarga çin jürgümdən tiləkdaşlıq bildirmə. Yeni bir qıtım rəhmət sizə şunda boğay. Bizim şunun üçün tirişimiz. Medine xanım, şunda yaxşı paranlaşdıq. Söhbətimizi bir şeydə ayaqlaşdıraylı. Ən axırda sizin icadiyyətlərinizə mol nəticələrini tiləymən. Tininiz salamət boğay. Ailiniz bəxtlik, xatırcam boğay. Rahmat Xadicha, sizga shu go'zal tilaklar birga bo'lg'ay.
Ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Ekran aldidagi aziz ko'rurmanlar, bugungi suhbatimiz mushat oyoqlashdi. Kelar qitimliq suhbatimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.